2014-yil bizga Marvel tomonidan Galaktika qo'riqchilari filmi taqdim qilindi va unda Groot personaji ham bor. Ushbu filmda u voyaga yetgan ko'rinishda edi. Keyin kichik Groot paydo bo'ldi, keyin o'rta yoshdagi Groot, keyin o'spirin Groot va Qirol Groot. To'g'ri, filmlarda uni qanday shakllanib borishini bizga James Gunn tomonidan ajoyib tarzda ko'rsatib berildi. Ammo u qanday paydo bo'lgan? Uning ota-onasi mavjudmi? Nega u faqat men Grootman deya oladi? Nima, u Venomga ham aylanganmi? Uzoq cho'zib o'tirmayman, bugungi videoni tomosha qiling va barcha savollaringizga javob olasiz. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. 1960-yilda Stan Lee, Jack Kirby va Larry Lieber tomonidan Tales to Astonish, ya'ni hayratga soladigan ertaklar komiksining 13-nashri ishlab chiqildi va unda ilk bor Groot personaji taqdim qilindi. Ammo u biz biladigan va biz ko'rib o'rgangan Groot personajidan ancha farq qilardi. U biroz vahshiyroq, biroz ulkanroq va biroz vayronkorroq edi. Lekin xavotir olmang, chunki Keith Giffen va Timothy Green ikkinchi tomonidan yaratilgan Yulduzlar Lordi yo'q qilish analogiyasi komiksining birinchi nashrida o'sha biz sevgan original Groot versiyasi qayta o'ylab topildi. Endi Grootning komikslarda aslida qanday hayot kechirganini ko'rib chiqsak, Groot Flora Galaxius nomli qirollik irqiga mansub bo'lib Planet X sayyorasida hayot kechirgan. U o'z irqidagilarning eng chiroyli ko'rinishga ega shaxslaridan bo'lgan. Ammo irqidagilarning ko'pchiligidan farqli o'laroq u hayvonlarni, sut emizuvchilarni kichik mavjudotlar emas, balki o'z do'stlari deb bilgan. Groot ularni himoya qilar, parvarish qiladi va undagi bu mehr hech qachon so'nmas edi. Lekin Flora Galaxiuslar aslida tajriba uchun boshqa turdagi mavjudotlarni o'g'irlaydigan, shafqatsiz irq sifatida tanilgan edi. Groot esa bunga qarshi chiqdi. U inson hayotini saqlab qoldi va bu uchun o'z sayyorasidan surgun qilindi. Surgun paytida Groot galaktika bo'ylab sayohat qildi. Aynan shu vaqtda u men Grootman iborasi bilan mashhur bo'ldi. I am Groot. Ammo aslida u ilgari to'liq gaplar bilan so'zlasha olgan. 2009-yilda chiqarilgan Galaktika qo'riqchilari komiksining 8-nashrida Groot o'z nutqini o'zgartirib faqatgina bitta ibora I am Groot, ya'ni men Grootman shaklida qoldi. Buning sababi shuki, Grootning vokal paychalari juda qattiq va juda egiluvchan emas. U aslida normal so'zlarda gapiradi, lekin boshqalar uni faqatgina men Grootman deb eshitadi. Buning yaqqol misoli sifatida komikslardagi Jean Grey personajini telepatik qobiliyati orqali Groot bilan bemalol suhbatlasha olganini keltirishimiz mumkin. Groot surgunda bo'lgan paytlarida turli muammolarga duch keldi va qamoqqa tashlandi. Aynan shu yerda u mashhur raketa personaji bilan xonadosh bo'ldi. Lekin oldin bir narsaga kelishib olsak, mana bu grafikka e'tibor qarasangiz, meni deyarli 97% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bu degani, agar bizni videolarimizni ko'rayotgan har bir odam shunchaki obuna tugmasini bosib qo'yganida biz allaqachon 10 mingtadan ortiq obunachiga ega bo'lardik. Shunchaki ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Agar video sizga manzur kelsa, mehnatimiz zoya ketmasligi uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Grootning do'stona munosabatiga qaramay, raketa uni nutqiga tushuna olmaganligi sababli ular dastlab do'st emas edilar. Garchi Groot namunali mahbus bo'lsa-da, soqchilar doimo Grootni jarohatlab urishgan va u qayta va qayta men Grootman so'zini takrorlashi haqida mazax qilib kulishgan. Tabiiyki, raketa xonadoshi bunday qiynoqlar bilan masxara qilinishidan norozi bo'ladi va u Grootni himoya qiladi. O'sha kechada ba'zi qo'riqchilar kamera orqali yozib olinmasligi uchun elektr tokini uzib qo'yishdi. Ular raketa va Grootdan qasos olishdi. Bunga javoban do'stlar ham dahshatli kurash olib borishdi. Buning davomida raketa shuni angladiki, u aslida sherigini tushuna olar ekan. Oxir-oqibat ular qamoqdan chiqib ketishdi, ammo deyarli bir zumda boshqasiga tushdi. Biroq bu safar raketa va Groot Kree imperiyasi tomonidan maxsus yig'ilgan guruhning bir qismi bo'lish uchun tayyorlandi. Parallax deb nomlanuvchi Techno organik turga qarshi Peter Quill, ya'ni Yulduzlar Lordi boshchiligida yangi guruh tuzildi. Star-Lord jamoasi bu bosqinga qarshi kurashda bebaho edilar va jang yakuniga yetgach, jamoat tarqatilib yuborildi. Lekin jamoadagi a'zolarning ko'pchiligidan galaktikani turli xil xavflardan himoya qiladigan yangi guruh tuzildi. Galaktika qo'riqchilari va bu guruh mustaqil edi. Groot esa asosan jamoaning mushaklari sifatida xizmat qilardi. U albatta galaktika qo'riqchilarining eng izchil a'zosi edi. Ammo Thanos imperativ crossover tadbiri oxirida qo'riqchilar rasman tarqatib yuborildi. Chunki jamoa kapitani Yulduzlar Lordi o'ldirilgan deb taxmin qilinardi. Groot esa bundan o'z sayyorasi, ya'ni Planet X ga qaytish uchun imkon sifatida ko'rdi.
Ammo o'z sayyorasiga qaytgach, u darhol hibsga olindi. Podshoh qonuniga mansub ekanligi va o'z-o'zini namoyon qilganligi uchun jazoni yengillashtirish sifatida zanjirband qilib qo'yildi va pechkalanishi kerak edi. Ammo raketa uni qutqarib qoldi. Ular ikkalasi Planet X'ni qotil masxarabozlar tomonidan yo'q qilinishidan saqlab qolishdi. Galaktika qo'riqchilari komiksining boshqa bir nashrida Grootga Venom simbioti o'rnashib oladi va bu juda qiziqarli tus oladi. Groot va Raketa Galaktika qo'riqchilari komikslaridan tashqarida o'zining alohida sarguzashtlariga ham ega. Masalan, shunday sarguzashtlarning birida Groot Raketaning tug'ilgan kuni munosabati bilan xazina xaritasini beradi. Bu xarita esa xazinaga emas, tug'ilgan kun tadbiri va tort solingan sandiqchaga olib boradi. Vaholanki Raketa pullar va tangalar shaydosi bo'lganligi va bunday ko'ngilochar narsalarni xush ko'rmasligi sababli bundan xursand bo'lmaydi. Xaritani uloqtirib xafa bo'lganicha ketib qoladi. Keyinchalik esa Raketa yo'qolib qoladi. Ammo yo'qolib ketishidan oldin qandaydir tarzda u Grootning tanasiga xaritani o'yib tushirishga muvaffaq bo'ladi. Lekin bitta muammo bor edi. Grootning tanasi super tezlikda o'sardi. U esa xaritani o'chib ketmasligi uchun qayta va qayta tanasiga o'yib chizdirishga majbur edi. Raketani qidirib topishga oylar ketdi. U o'z imperiyasini qurgan. Grootni uchratganida esa uni qamoqqa yubortirgan. Keyinchalik uni u yerdan ozod qilib yarashib olgan. Ma'lum bo'lishicha, bularning barchasi Grootdan tug'ilgan kunidagi voqealar uchun qasos olish sifatida Raketa tomonidan uyushtirilgan. Lekin Groot yo'qolgan yoki o'lgan deb taxmin qilinayotgan do'stini oylar davomida qidirgan va tanasiga og'riqli tarzda xaritani qayta va qayta chizdirishga majbur bo'lgan. Bularning barchasi shunchaki Raketaga bergan xaritasi xazinaga emas, tug'ilgan kun tortiga olib borgani uchun. Qora girdob komiksida esa u kosmik kuchlarga ega bo'ladi. Lekin shunday kuchlarga ega bo'la turib ham faqatgina men Grootman so'zidan ortig'ini ayta olmaydi. U shunchalik kuchlarga ega bo'lsa-da, komiksdagi eng asosiy personaj sifatida ko'rsatilmaydi. Chunki jamoaning boshqa a'zolari ham bunday kuchga ega bo'lishgan edi. Hikoya so'ngida Groot kosmik kuchlarni o'z egasiga qaytarib beradi. Lekin uning ko'rinishi oldingi holiga qaytmaydi. Ko'ksida katta yulduz bo'lgan, sochli va biroz mushaklarga ega bo'lgan ko'rinishga o'zgaradi. Va tamom. Menimcha men Groot o'tmish haqida qidirib topa olgan va bilgan barcha ma'lumotlarim shular edi. To'g'ri, yana kichik Grootlar tomonidan Grootchalar armiyasi paydo bo'lgan va Groot Galaktika qo'riqchilar jamoasi kapitani bo'lib, Yovuz Gamora, Thanos va Peter Quillni o'ldirgan komikslar ham bor edi. Lekin ular haqida qidirib topa olishim qiyin bo'ldi. Meni ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. O'ylaymanki, sizlarda savollar paydo bo'lmadi. Agar bo'lsa, videoning izohlar qismi sizlar uchun ochiq. Bemalol savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Qo'limdan kelganicha javob yozaman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.